Azizlar, quvvatdan gapiramiz. Bitta yaxshi velosiped puliga yoki telefon puliga shunaqangi elektroskuter olish mumkinligini bilamidingiz? Bilmasangiz videoda oxirigacha ko'ring. Skuterlarning narxi vobshe pasayib ketdi. Narxini taxmin qilib o'tiring, baribir topolmaysiz. Topolmasangiz ham narxini taxmin qilib turing. Narxini oxirida aytamiz. Narxi rostdan ham vobshe arzon narxda bo'ladi. Eng qizig'i, bularga umuman prava nomer talab etilmaydi. Xo'p, bu skuterlarimizga keladigan bo'lsak, skuterlarimiz mutlaqo yangi, yaqinda kirib keldi. Xitoydan kirib kelgan, hali bir hafta, 2 hafta bo'lmadi. Akkumulyatorlari 5 ta 20 talik akkumulyatordan ishlangan. Bitta zaryad bilan 40 kilometrdan 60 kilometrgacha bo'lgan masofani bosib o'tadi. Xo'p, bunda qo'shimcha yangilangan oyoq qo'yadigan jihozlargacha bor. Bonusda jiletkalari hamda kaskalari qo'shib beriladi. Amazatillarini ko'ring, baquvvatligini qarang. Yumshoq ishlaydi amazatlar, razmerlari 275 lik bo'ladi. Xo'p, men nimaga prava so'ralmaydi deyapman? Chunki motorlari 220 wattga qilib ishlangan. Maksimal tezligi mana ko'rdingiz. Maksimal tezligi 24 tezlikda harakatlanadi mana 24. Bunga umuman prava nomer talab etilmaydi. Keyin bu skuterlarimizni umuman kalitsiz masofadan turib pult bilan boshqarsangiz ham bo'laveradi mana. Yurdi mana. Shu holatda minib ketsangiz bo'laveradi. Undan tashqari blokirovka qilib, qulflab, chiylatib yuraverasiz bemalol. Mejiga pultlarigacha bor. Bu skuterlarimizni ko'rinishiga qarab baho beramiz. Ko'rinishi ixcham ko'ringani bilan 170 kg, 180 kg gacha bo'lgan yukni bemalol ko'taraveradi. Ramalari o'ta ham baquvvat qilib ishlangan. Ko'p joyi temirdan bo'ladi. Undan tashqari amazatri ham, orqa amazatrilari ham ancha baquvvatidan qo'yilgan. Endi videomizning eng qiziq joyiga yetib keldik. Skuterlarimizning narxi haqida aytaman. Aniq bilaman, siz narxini o'ylab topolmagansiz, taxmin qilib. Endi men sizlarga buni narxini aytaman. Ushbu skuterlarimiz 4 million, 4,5 million sotilgan skuterlarimiz hozirgi kunda mega skidga, mega chegirma eng arzon narxda $260 dan qilib qo'ydik. Bemalol olib xarid qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz mavjud. Albatta soni 100 dan ortiq sifati kafolatlangan bo'ladi hammasini. Bu videoda skuterini qimmatga olib qo'ygan tanishingizga jo'natib qo'ying, kuy bo'lsin.